Afg'oniston Milliy Islomiy Junbish Hizb a'zolari va bir qator o'zbek ziyolilari bu yil 14-jaddini tantanali ravishda nishonlash uchun harakatlarni boshlaganlar. Bundan 10 yil oldin ayni tarixda Afg'oniston asosiy qonunida o'zbek va turkman tillari 3-rasmiy til sifatida qabul qilingandi. Shu munosabat bilan hizb rahbari Marshal Abdurashid Do'stumning tashabbusi bilan Kobulda mahfil o'tkazish uchun tashkil qilingan komission yig'ini bo'lib o'tdi. Yig'inda o'zbek va turkman ziyolilari hamda turkiy tillar mutaxassislari rejalangan tadbirlarni o'zaro muhokama qilib kelishib olganlar. Hamkorim Fazlahmad Yalg'uz yangi tuzilgan komission boshlig'i Amonullo Halilyor bilan o'tkazgan suhbatida marosimga tayyorgarliklar haqida so'ragan. Hozirgacha sizga belliki o'zbek turkman tillarini asosiy qonunga tasdiq etilganining 17-yilligi to'lgan edi. Shu asosda ulug' rahbarimiz Alhoj Marshal Abdurashid Do'stum dastur berdilar, hidoyat berdilarki, bu yil shu munosabat bilan yaxshi bir shondor mahfil olinglar va shu rasmiylashgan muqomini tajlil etinglar deb. Komission ijod bo'ldi. Komission 5-6 komita o'zaro tashkil qildi bular. Komitalar ishlarini ilgari olib borotibdi. 20 unvon maqoladan izofaroq olimlarimiz, donishmandlarimiz va til olimlari yozganlar va bu maqolalar o'sha mahfilga o'qiladi va ham o'sha maqolalar mahfilga o'qiladi va ham majmua bo'lib, kitob bo'lib, chop bo'lib chiqadi. Bizlarning komission farhangimiz o'z sahmiga ko'pgina ishlarni qilibdi, teatr sozlabdilar va tarona sozlabdilar. Ashulaxonlarimiz, qo'shiqchilarimiz kelib konsert ham beradilar, konsert o'tkazadilar va shiorlar, bannerlar tayyor etilibdi. Hammasi komission tomonidan tasvib bo'ldi. Bu mahfil yakka poytaxt Kobulda o'tkaziladimi yoki Afg'onistonning boshqa viloyatlarida ham bo'lib o'tadimi? Boshlab Kobulda, keyin 4 viloyat boshqaga ham Faryobga, Juzjonga, Balxga va Taxorga tajlil etiladi. Buni ko'proq o'zbek va turkmanlar aytayaptiki, bunday mahfillarga beriladigan pul ko'proq ilmiy bo'limda, kitob chop qilish bo'limida sarf etilsa yaxshiroq bo'ladi degan fikrlarni bildiryaptir. Ilmiy bo'limda ham ko'pgina mablag'lar shu pullargacha sarf etilibdi. Rahbar so'yib dariq qilgan yo'q beribdi. Har donishmandimiz, har bilimdonimiz bir kitob yozibdi. Unga murojaat qilibdi. O'shani pulini, mablag'i rahbar so'yib tomonidan berilibdi. Yana ham har qancha kitob yozilsa, shu Shuroi Farhangiy, Shuroi Markaziy Hizbi Junbish Milliy Islomiy Afg'oniston dariq etmaydi, unga pul beradi. Ammo bu mahfilga beriladigan mablag' uncha bir mablag' emaski, uni aytsalarki, berga masraf bo'lmasin, shu o'zi bir ilmiy ish. Shuni tajlil etish o'zi bir katta ilmiy ish. Berga 20-30 ta maqolalar donishmandlarimiz yozib yuboradi, keladi, shu mahfilga o'qiydi. Tilda rivojlantirish uchun, tilda takomil berish va o'stirish uchun va tilni ommalashtirish uchun shu o'zi katta bir iqdomdir bu. Endi buni har yili 14-jaddi shunday har yil nishonlanadi. Lekin bu yil tantanali bo'lib o'tadi deysiz. Sabab nima? Shundan keyin bizni tasmimimiz shuki, har yil shunday tantanali qilib o'tkazishimiz kerak. Ikkinchi bo'limi so'ngra seminar bo'ladi. Bu yerda maqolaxonlik bo'ladi va maqolalar o'qiladi, sonra maqolalar jamlanib, oxirida ham kitob bo'ladi va bir qatnoma ham sodir etiladiki, ba'zi tilaklarimiz bor, tilni o'stirish uchun maktablarga o'zbek tili yaxshi tadris etilishi uchun va kitoblar chop bo'lib va chop bo'lgan kitoblar vazorati Ma'rif vazoratining tavilxonalaridan chiqarilib, eng uzoqdagi qishloqlardagi maktablarimizga yetib tavziy qilinishi kerak. O'sha yerga o'z tillariga bolalarimiz maktab o'qishlari kerak. Lekin bundan oldin ham shunday talablar bo'lgan edi, hech bir amali bo'lmadi. Bo'lmabdi, bizlar endi jiddiy tutamiz. Shu uchun ham shonli mahfil olamizki, keyinini jiddiy tutsak, qatnomalarimiz amaliy bo'lsa.
Bu mahfilda tashqaridan ham mehmonlar chaqiriladimi? Yo'q, tashqaridan mehmonlar kelmaydi. Faqat Afg'oniston. Faqat Afg'oniston tashqaridagi o'lkalar, do'st o'lkalarni saforatxonalarining namoyandalari da'vat etiladi.